Qo'y börgüde qandaq qilganda alet o'xshitib sayqorga buldi degan tuqqanlar bir qadar ko'pkan. Amaliyotda buning alohida bir tetis qilam ketmaydi tuqqanlar. Qilish usulimi shunchalik oddiy bo'lib, bir qitim ko'zingiz chiqib o'rganalaysiz, hamda o'rganish boshlashga ketdik. Avval o'zimizning amaliy ahvoliga qarab qo'y börgi tayyor qilib olgandan keyin suratga yalpoq qalat to'g'ri olamiz. Ko'k o'tashlarning chizilgan material nihoyat oddiy bo'lib, masalan, ko'k qizil loza va ko'k chamg'u sho'xlarni tayyor qilib saqlab bo'ladi. Arqadan sizlarga palet qilib berayotgan haqiqiy tosh materialdan ishlangan chatbashmas qazimizga az miqdorda may quyib olib, may ravrus qizganda börekni selib, keyindilla muvofiq miqdorda tuz va 10 ta atrofida kabobchini selib, davomli qo'rib, qo'y börkini birdan qo'rib olamiz. Arqadan to'g'rab tayyor qilib qo'ygan piyoz va sho'xlini selib, yana davomli sho'xli toki erib bo'lguncha uzoqroq qo'rib olib, ko'k qizil lozim selib uzoq qo'rmaymiz, rutuqqanlar faqat bir nechta aralashtirib qo'raymiz bilan ustiga muvofiq miqdorda suv quyib, qaynagandan keyin arqadan cho'ng ustamning zarunidan yarim qo'shiq va vejingizni nihoyat az miqdorda selib etamiz. Cho'ng ustamning cho'ngligi bo'lg'achqa ta'mi nihoyat kuchli chiqadi. Keyinidan to'g'rab tayyor qilib qo'ygan ko'k chamg'u va samsoqlarni selib, bir nechta aralashtirib bilan tuz ta'mini tanishib olgandan keyin oldin selib tayyor qilib qo'ygan jeshimizning ustiga elib iste'mol qilsak bo'ladi. Mana shunday qilib buni qilish usulini o'rganib bo'ldik. Oxirida qo'llash nihoyat oddiy urug'tuqqanlar. Haqsiz yurakdan birini besib, piyonlar rayoniga gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanglar, buningdan ortiq qo'llash bo'lmaydi. Kelar sani ko'rishaylik, xayr xo'sh.